Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli tadbirkor aka-ukalarimiz, mijozlarimiz. Climate Center Samarqand bugun Mironqul tumaniga yetib kelgan. Bu yerga 14 ta muzlatgich ombor buyurtmasini olgan edik. Mana bugun xudo xolasa topshirib, mana ketyapmiz. Har bitta muzlatgich ombor 80 tonna, 100 tonna yuk sig'imiga ega muzlatgich ombor, ya'ni meva sabzavot uchun. Har bitta muzlatgich ombor penopoliuretan eshiklar, ya'ni surma eshiklar bilan jihozlangan. Mana hozir ichiga do'stimiz uje sabzini tiqib ijaraga bergan. Xudo xolasa har bitta kameraga penopolistirol 15 santimetrlik senish panellardan berganmiz. Plotnusi 20. Bu 250 kub, ya'ni 80 tonna, 100 tonna yuk sig'imiga ega xolodilnikimizga 15 HP'lik usulli holatdagi agregatni o'rnatib berdik. Mana o'zi pashti hammasi o'sha band bo'lgan, ijaraga berilgan penopoliuretan xolodilnik eshik, ya'ni surma eshik bilan jihozlab berdik. Xitoy komplektatsiya, bemalol buyurtma bersalaringiz bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yer agregat qismi, ya'ni motor qismi. Bu yerga bizlar 15 HP'li usulli holatdagi agregatni o'rnatib berganmiz. BR komplektatsiyadan kondensatorni ham katta qilib berdik, chunki erta qishin yozin kompressor dam olib yaxshi mazza qilib ishlaydi. Bu muzlatgich omborlarimizga bizlar hammasiga bir xil 15 HP'lik usulli variantdagi muzlatgich agregatini o'rnatib berganmiz BR komplektatsiyadan. Bu agregatimiz soatiga 13-14 kilovat sredniy tok sarflaydi, ya'ni kunlik 130-140 kilovat tok sarflaydi. Bu har bitta muzlatgich omborimizni o'lchovlari, ya'ni uzunligi 10 metr, eni 5 metr, balandligi 4 metr bo'lib 250 kub, ya'ni 80 tonna, 100 tonna meva sabzavotni o'z ichiga bemalol sig'dirib, +0 dan +8 haroratgacha ushlab bera oladi. Siz azizlarimizga mana shunaqa katta va kichik hajmdagi muzlatgich omborlar kerak bo'lsa, agar minusovoymi, plyusovoymi farqi yo'q, O'zbekistonning istalgan hududlariga borib, chiroyli qilib montaj qilib topshirib kelamiz. Climate Center Samarqand sizlar bilan. Biz bilan bog'lanish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilavering.